Evet do'stlar, meni kanalimga xush kelibsiz do'stlar. Meni kanalimdagi video bugun vlog bo'ladi. Hamma kutadigan har doimgidek. Bugun men sizlarga 1,5 kun past 2 kunlik vlogimni ko'rsatib o'tib ketaman. Hozir biza maktabga deganda ukamam bor, ya'ni uni bog'chaga tashlab ketishim kerak yo'lda. Hali soat hozir 7. Soat 8 gacha ulguraman maktabga borishga, menimcha. Ulgursam kerak. Короче, shunaqa. Keyin men yuzimdagi qizargan izga ahamiyat bermaymiz-da. Bu yoqda ham bor. Tak shu men yuzim kuyib qolgan edi. Bu tuzalib ketgandi bu. Mana bunaqa joylarimgacha borib kuyib ketgan edi. Ketib qoldi, Xudoga shukr. Hali buni ham bitta tema qilib olib chiqarman. Sizlar bitta videoda ko'rgan bo'lsanglar, men ehson qutiga pul tashlab olishim kerak edi va tashlab qoldim. Videom hali qo'yilmadi, bilaman. Hali qo'yishga uspet qilmadim. Chunki uni kecha olgan bo'lsam, montaj ham qilganim yo'q, hali tiq etganim yo'q. Demak, bu videodan keyin qo'yilsa kerak menimcha. Короче, qo'yiladi. Xudo xolasa bilib olasizlar nima uchunligini. Sizlar Jasmin uyimga ketdi. Hozir chiqaman. Tak. Qaranglar. Happy birthday. Happy birthday. Erinmagan odam. Voy. Tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Rahmat. Endi ma'mur ushab turir. Hozir. To'g'ri. Yana. Mana reaksiyam. O'sha shokdaman men. Tug'ilgan kuning bilan. Rahmat. Men o'zimga mana qaranglar kelganini. Happy birthday Akmaral. Mana buketni qaranglar. Вот так. Ay, bu yoqqa. Короче, shunaqa. O'zim. Spasiba. Altinda. O'zim bizning yuzimiz ko'rinyaptimi? Bilmadim. Ayollarni olib shunaqa sumka tanladim o'zi ham. Boshqa sumkalarim olmaganda o'zida 3 tasi yoqqan, eng yoqqanlarini. Mana kattaroq, lekin yaxshi turdi. Menda kattaligi uchun yoqmaganligi sababli kichkinasini izladim. Kichkinasidan esa bu oq вообще tushmadi. Bunisi ana eng yaxshisi qora ekan, chunki o'rtacha kattalikda, katta ham emas, kichkina ham emas, ichiga ham narsa sig'ib ketaveradi. Voyga oqam juda ham yoqqandi, lekin u juda ham kattaroq. Shunaqa qilib men tayyor bo'ldim. Tak, oxiri mana shu qora sumkamni oldim. Boshqa iloji yo'q. Nimagadir menga faqat shu qora sumka tushib ketaveradi hamma narsamga. Tak, shunaqa quyoshim tushib turibdi yuzimga. Soat уже 5 bo'ldi. Biz soat 2 da ketmoqchi edik va rejalarimiz boshqacha edi va yana o'zgarib ketdi. Hozir Beruniyaga keldik. Kelib soat 5:30 ga taqab kelganimizni. 5:30 dan 6 gacha muz quyish vaqti bo'lar ekan. Josh. Kirib ketamiz ichkariga. Kirgan sayin men sovqatib ketyapman. Ichkariga kirib ketayotgan sayin sovqatyapmanmi? Shuncha kutib, alpomishga ham kirdik. Qotib, muzlab qoldik Jasmin ikkalamiz. Vosh, kassani oldida turdik-da. Qotib qoldim. Mana rangini qaranglar qo'limni. Hozir endi bitta joyga ketamiz, ko'rasizlar. Bular Ketyapmiz-da. Qatga o'tiramiz. Nariyoq ham
O'zi ham mana bu zakaz. Eng zo'ri menga yoqqan tomoni mana shu yoqdi. Zakaz tayyor bo'lishi bilan titillaydi. Zakaz bizga keldi. Mana burger. Qo'shib berilgan qanaqadir shirinlikni station qilib ko'ramiz. Sugar chip. Buni mana qara, chuqur shakarga o'xshab. Yaltirab shakar-ku mana почти. Почти yuvib ketgan bor-ku. Menga bunaqa yoqmadi. Shakar, ichi to'la shakar bir balo aralashib yotibdi. Qo'ymasga. Вообще. Bitta hamma narsani tugat. Do'stlarga yeydi, endi hozir ta'mi. Ma'qul bo'lib chiqgan. Yeb ichib qorin to'g'izib, lekin yeb qo'ygan. Yo'q, mana qolib ketdi davri. Chiqarib tashladim kepsilarigacha. Yeb ichib qorin to'g'izib, lekin yeb qo'ygan. Yo'q, mana qolib ketdi davri. Tashqaridagi oynani qaranglar. Orzu ishlash bo'limi. Nomini qarang. Oy, orzu ishlab chiqarish bo'limi. U vashida orzu ichki ishlar boshqarmasi. Ko'zim oqib tushyapti. Zarbdor ko'chasi bekati. Yoshi katta, nogiron va yosh bolali yo'lovchilarga joy bering. Уступайте места пожилым. Barman shu yoqda. Shu mahallaga keldik, Jasmin bilan xayrlashamiz. Paka, men ketdim uyga. Do'stlar, men уже uyga keldim. Kiyimlarimni almashtirib oldim. Bugungi tug'ilgan kunim ham o'tdi. Meni ko'pchilik so'rashi mumkin, oyingiz qayerdalar deb. Oyim sanatoriyaga dam olishga maza qilib ketdilar. Ketganlariga endi 2 kun bo'ldi shekilli. 2 kun bo'ldi shekilli. 2 kun bo'ldi. Короче, unaqa men oldindan o'zi tug'ilgan kunimni umuman reja qilmadim. Hech qanaqangi videolar ham qilish xohlamayotgandim. Jasmin yana qilib qo'ymadi. Короче, unaqa tushiradigan bo'lib qoldim. Anaqa qilish niyatim yo'q edi meni.
tug'ilgan kunimni nishonlash niyatim yo'q edi. Nimagadir menda xohish bo'lmadi tug'ilgan kunni nishonlashga. Shuning uchun oddiy kundek o'tkazmoqchi bo'lgandim, lekin baribir o'shani o'zida bular yo'l qo'yishmadi. Shunaqa, agarda sizlar mani qo'llab ketinglar iltimos, menga obuna bo'lib, like bosib, kommentariy yozib ketsanglar, men sizlardan juda ham xursand bo'laman. Ya'ni men uchun podarkalar obuna. Shunaqa qilinglar unda. Xudo xolasa meni ham 30k qilib qo'yasizlar. Inshaalloh 100k ga ham chiqib olamiz. Bu videom yoqqan bo'lsa, like bosib keting obuna bilan. Asliga esa paka.